Oxirgi marta telefoningizni necha daqiqa oldin qo'lingizga oldingiz? Balki hozir ham shu telefon orqali meni tinglayotgandirsiz. Ammo savol boshqa. Telefonni siz boshqaryapsizmi yoki u sizni? Ko'pchiligimiz 1 daqiqa qarayman deb telefonni olamiz. Oradan esa yarim soat, ba'zan bir necha soat o'tganini sezmay ham qolamiz. Shu vaqt ichida bajarilishi kerak bo'lgan ishlar, yaqinlar bilan suhbat yoki yangi bilim olish imkoniyati qo'ldan chiqadi. Telefonning o'zi muammo emas. Muammo undan maqsadsiz foydalanishda. Har bir bildirishnoma diqqatimizni bo'ladi. Cheksiz videolar esa vaqtimizni sekin-asta yutib boradi. Bir tajriba qilib ko'ring. Bugun 1 soat telefonni chetga qo'ying, o'rniga kitob o'qing, sayr qiling yoki oila a'zolaringiz bilan suhbatlashing. Balki siz anchadan beri izlayotgan xotirjamlik aynan shunda ekanini sezasiz. Telefon foydali vosita, ammo u hayotingizni boshqara boshlagan bo'lsa, to'xtab, o'ylash vaqti kelgan bo'lishi mumkin. Chunki eng qimmat boylik bu vaqt. Uni qaytarib sotib olib bo'lmaydi.